Salom hammaga, sizlar bilan yana Asa Gaming. Bugungi videoda TDM uchun sizlar bilan set yasaymiz. Men shunchaki o'zimga yoqqan setlarni tayyorlayman. Agar sizga ham yoqsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Unda sizlarni ko'p kuttirmasdan, qani ketdik. Birinchi setimiz har doimgidek hamma bilgandek shundan boshlaymiz. Bu va buni kiyamiz. Keyin bu agar sizlarda bo'lsa personajimizni kal qilib uni qora qilamiz. Va ko'zimizga bunaqa aska taqsak TDM set bittasi. A few moments later. Xo'sh. Ana endi ikkinchi setimizga o'tamiz. Xo'sh, ikkinchi setga keladigan bo'lsak, bunisi hozir mana bu ko'ylakni kiyamiz va hadok kiyamiz. Oyog'imizga bunaqa krossovka yoki nomini bilmayman, lekin ana shu krossovka ham yaxshi turadi. Va boshimizga bunaqa soch bo'lsa agar kimdadir soch o'zgartiradi. Va bitta sharf o'raymiz. Sharf qilib deydi. Mana. Bo'ldi. Qalay. Bu setimiz ham TDM'lar seti. Uchinchi setga o'tamiz. Qani bo'lsa ketdik. Xo'sh, uchinchi setimiz ko'ylak bor edi. Mana bu ko'ylakni kiyamiz. Pasimizga koja ko'ylak bor edi ishdan. Mana shu va bu krossovkani kiyib olsak, ko'zimizga ochki taqish agar shart desanglar bo'lsa, sizlarda tavsiyalar bo'ladi. Agar bo'lmasa ham o'zingizlarga bilasiz, o'zingizlar qaraysizlar, o'zlaringga qaraysizlar. Mana shunday set bo'ladi. Bu ham TDM'lar seti deb aytishadi. Shunaqa setlar kiradi deb. Xo'sh, endi keyingi setimizga o'tamiz. Xo'sh, endi to'rtinchi setimiz bu boyagi kojani kiysak, masalan, tepaga buni kiysak, perchatkali agar sizlarda bo'lsa, agar bo'lmasa buni qorasi ham yaxshi tushaveradi. Mayli buni kiyib turamiz. Agar izolyatsiya qilib o'ynamoqchi bo'lsanglar, buni kiyib o'ynasanglar bo'ladi. Keyin oyoqqa davomli krossovka. Personajimizni o'zgartirib, agar endi TDM'lar o'zi qora personajda ko'p kishi o'ynaydi. Agar boshqa personajda o'ynamoqchi bo'lsanglar, mana buni qo'yib, sochini qo'yib, mana buni kiyib qo'ysanglar ham bo'ladi, agar bo'lsa sizlarda. Sizdan ham free ko'payib ketdi. Bala, prichoskalar bugun boshqacha. Bu ham yaxshi setlardan. Xo'sh, endi 5-setimizga o'tamiz. Oxirgi set. Xo'sh, 5-setga keladigan bo'lsak, 5-setga ko'p kishida bor ishton. Bu ko'p kishida bilmadim. Shuni kiysak qulayroq. Yo'q, kirmay qoldi.
Uya. Bag'ib qoldi. do'st gibi ko'z tegmasinga ilohim. Dadam rahmatligini Mana shuni kiyamiz. Ko'ylagi ulug' bo'ladi dedilar. ko'ylak hozir qizil ko'ylak bor edi. Bu ham hammada bo'lishi kerak, u serebraga ham tushadi. Mana bu. Boshga shart emas, mana buni kiysadan bo'ladi. Bu ham chiroyli turadi. Shuni kiysalar bo'ladi. Yana bitta full set bo'lsa, ko'pincha qamoqxonadagi mahbuslar ko'ylagini setini kiyib oladi ko'p kishi. Aldaysan Sardor, nimaga birovni aldaysan? Mana shu setda o'ynaydi. Bu ham oldiviy set. deb ko'p kishi endi aytadi. Xo'sh, bugungi setimiz shulardan iborat edi. Agar bu setlardan qaysidir biri sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga o'z javobingizni yozib keting. Shu bilan bugungi videomiz shu joyida tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib ketish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.